Antibiotik zararli. Bunaqa videolar hozir internetda juda ham ko'paydi. Antibiotik zararli. Gripp vaqtida antibiotik bersangiz, 7 kunda bermasangiz 1 haftada tuzalib ketadi kasal degan videolar juda ham ko'p tarqaldi va juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Keling endi nima uchun gripp, ya'ni ORV bilan kasallangan bemorga antibiotik yozilishi haqida gaplashamiz bugun. Birinchi eng asosiy sababi bizning sharoitimizda ORV, ya'ni gripp boshlanishi bilan shifokorga murojaat qilinmaydi juda ham ko'p holatlarda. Qachonki unga bakteriyali infeksiya qo'shilgandan keyin, holat og'irlashgandan keyin shifokorga murojaat qilinadi. Bakteriyali infeksiyalarga nimalar misol qilib keltirishimiz mumkin? Masalan, pnevmoniya bo'ladi. Xalq tilida buni shamollash o'pkasiga o'tib ketibdi deyshadi. Yoki angina, ya'ni bodomchi bezlar yallig'lanishini ham bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. Shu sababli biz grippda virusga qarshi preparatlarni ham, bakteriyaga qarshi preparatlar, ya'ni antibiotiklarni ham qo'llaymiz. Ikkinchi sababi, ORV bilan hastalangan paytda, ya'ni gripp bilan kasallangan paytingizda organizmning immuniteti pasayadi va buni hisobiga bizning organizmimizda tabiiy holatda bo'ladigan mikrofloradagi bakteriyalar o'zini patogenlik xususiyati, ya'ni kasallik chaqiradigan xususiyati kelib chiqmasligi uchun ham antibiotik beriladi ma'lum bir miqdorda. Antibiotik haqida siz qanday fikrdasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va mening sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.